Assalomu alaykum. Bizni Qadrdon TV YouTube kanalini kuzatuvchilari bugun eksklyuziv suhbat qilamiz. Demak, Yozyovon tumanidagi, o'sha Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidagi Qorasoqol qishlog'idagi asalarichi 40 yillik stajga ega bo'lgan asalarichi do'stimiz bor. Oxunov Abduxalil domla. U kishi bilan so'rashib mana shu vaqtgacha bosib o'tgan yo'llaringiz bir intervyu qilaylik deb keldik-da, atayin. Mayli, rahmat. Faoliyat ko'rsatganingizga necha yil bo'ldi asalar bilan shug'ullanganingizga? 1986-yildan beri. Biza 40 yildan o'tdi, 40 yil o'tdi. O'sha boshlangan nechta asalar bilan boshlaganingiz? 4 yoshda. O'zi ikkita yoshda asalar bor edi, keyin ikkita olib, 4 ta qilib, shundan boshlagan. O'sha asalarni birinchi sizga kim olib bergan? Qayerdan oldi? Xonoboddanmidi? Ukam Obidjon asalarga qiziqib shopirlik qilardi. Shopirlik qilardi. Bitta do'sti asalarchi ekan. Asalar ushlab oldik deb, aka shunga siz hafsalangiz bor. Shunga qarang deb menga bergan Obidjon. Obidjon PPK 81 da ishda, 81 da ishlar. Kim u Obidjonga kim olib bergan edi? Qayerdan olgandi birinchi asalar? Xonobodda Alijon degan do'sti bor. Musavaliyevmi? Musavaliev. Alijon o'sha asalar boqqan ekan. O'sha o'rtog'ini olib kelib asalar qanaqa qarash kerak, nimalarni ko'rib o'rgangan shundan. Keyin sizga aytgan, davom etaylik deb. Xo'p, rosa ko'paytirgan nechta asalar uy bo'ldi sizda? Ko'paygan paytda rosa. Ko'paytirganimda 126 yoshda qildim. Xo'p, mana qarang. Asal sotishdan tashqari asalari uyga sotish ham foydasi yaxshi ekanmi? Albatta. O'sha to'g'risi bir ayting. Asalari tez ko'payadigan narsa. Xo'p. Bir kunda 1000 ta, 1,5 mingtaga yetib tuxum qo'yadi. Ana. Bola qo'yadi. Tez ko'payadi. Buni asalarini hafsala qilib yashiqlarni topib olib kelib ko'paytiraman degan odamga bir pasda juda ko'payib ketadi. Asal sotishdan ham asallarga sotish foydaliroq. Foydaliroq. Qayerga sotiladi ko'proq? Ko'paytirib asallarni chet ellarga, Rossiyalarga sotganmiz juda ko'p. O'sha bizda muomalada dollarlar yo'q paytda Rossiyadan kelib taklif qilib, buncha dollar beraman, buncha dollar beraman derdi. O'sha paytda. Sobiq tuzum davrida ham. Hadi. Hozir ham shunaqa. Hozir ham yaxshi topadi hozir. O'sha payt ham dollarga asalar sotardi. Hali biz dollar ishlamagan paytda ham. Ishlamagan paytda. Yaxshi. Demak, endi intervyuni nimadan boshlaymiz? Ana qarang, asalarni hozir tartibda uyga ko'raman, mana ochiqroq joy bor ekan. Bunda bor ekan. Mana. Asalar ichiga. Qanchagancha asalari bor bu yerda? Xo'p, bitta romkada. Asalarni bitta romkasida. Mana bitta romkada. 9000 ta uyasi bo'ladi. Uyasi bor anaqa. 9000 ta bitta. 9000 ta bo'ladi. Bag'ada 4,5 ta, bag'ada 4,5. Tashqari mana. Tashqari chiqadi bular hozir. Havo ilingan sari. Demak, o'rtacha hisobda bitta yashida 100,000 ta asalari bor ekanda bo'lsa? 10 ta romkada bo'lsa, agar 100,000 ta. 100,000 ta bor to'g'ri, to'g'ri. Onaligi nechta bo'ladi onaligi? Bitta uyada bitta ona bo'ladi. Bitta bo'ladi. Faqat bitta bo'ladi. O'sha ishchi arilar to'g'risida ham gapiring. Ishchi arilar o'zi ishchi arilar qiz bola bo'ladi. Urg'ochi bo'ladi. Bu